Assalomu alaykum. Salomatmisizlar azizlar? Hamisha hamma vaqtmisizlar? Bugun yoshlarimiz ichida, do'stlarimiz ichida ayrim bir gap so'zlar tarqalib qolgan ekan. Shu narsa haqida ozgina fikrim bildirib o'tmoqchiman. Ya'ni kim bir toifa chiqdiki, sen turkmisan deydigan. Ya'ni kim bizni turkligimiz, tariximiz bilan juda ham qayg'urayotganlar, turk birligini xohlashayotganligini aytayotganlar juda ham ko'payib qoldi. Albatta buni zamirida juda yaxshilik bor deb o'ylashga harakat qildim, kuzatdim, lekin bugun o'zim fikrimni aytmoqchiman. Shaxsiy fikrimni aytmoqchimanki, biz haqiqatdan ham turkmiz. Lekin ular kelib bizni o'zbek degan millat yo'qligiga ishontirishga harakat qilsa, o'zbekligimizni sekin-sekin siqib chiqarishga harakat qilayotganligini ko'rganimdan keyin bu fikrimdan qaytdim va kuzatishni davom ettirdim. Va tushunishimiz kerak bo'lgan yagona bir narsaga duch keldim. Aslida bu narsada juda chuqur o'ylanib qilinayotgan ekan. Bularning bir niqobi turkchilik bo'lsa, yana bir niqobi dinchilik. Ular kelishadi sizdan, sen turkmisan, seni otalaring tangrichilikka e'tiqod qilishgan edi. Islomni bizga arablar bosqinchilik yo'li bilan olib kelishdi deyishadi. Ular Amir Temurni, Shayboniyxonni, Abdullaxonni, boringki O'zbekxonni, boshqa buyuklarimizni, Usmonlilarni shunchaki supurib tashlashadi-da, sizni tangrichilik ekanligingizni, arablar bosqinchi, iflos ekanligini, nahotki sen arab madaniyatini ko'tarib yuribsanmi degan mushog'adani miyangizga tiqishga harakat qilishadi. Ikkinchi toifa keladi, ular haqiqiy musulmonlar, haqiqiy muhofazakorlar niqobi ostida kelishadi. Sen o'zi nima uchun millatchilik qilyapsan? Nima uchun o'zbekchilik qilyapsan? Nima uchun turkchilik qilyapsan? Axir islomda bu narsa harom emasmi? Sen nahotki shirk bilan yashamoqchisan deb miyangizga zaharlashadi. Aslida ekanlarning ham omojlari, maqsadlari bitta. Shunchaki o'zbekligingizdan voz kechtirishga harakat qilish. Gap turklikda ham emas. Biz tariximizni juda ham yaxshi bilishimiz kerak. O'zbek degan nom, millat qachon paydo bo'lib qolganidan emas gap. Bugun dunyo tarixida biz Yevropada, Fransiyada millat davlati paydo bo'ldi deb jar solishayotgan bir paytda O'zbekxon va o'zbek davlatchiligining, o'zbek degan nom undan ancha yillar oldin bo'lgan, lekin bugungi o'zbek davlatchiligini, o'zbek nomini olishini sababini to'g'ri tushunib olishlari kerak. Ramziy ma'noda o'zbek degan nom oldin shaxslarning nomi bo'lgan bo'lsa, o'zbek degan millat paydo bo'lgan bir paytda, bir davlat paydo bo'lgan bir paytda bu milliy davlat edi. 90 dan oshiq turkiy urug'larni birlashtirib, nima asosida birlashtirdi? Islom asosida birlashtirdi. O'zbek degan nomni millatga nisbatan ishlatayotgan paytingizda siz o'z-o'zidan turkning bir askariy quvvatini va albatta islomning qilichini musulmon bo'lgan turklarni nazarda tutasiz. Shuning uchun ichimizga bo'lg'unchilik tiqish uchun hali qarasa Xorazm shohlarini, hali qarasa Chingizlarni boshqa qilib ko'rsatayotgan kuchlardan ozgina ogoh bo'lishimiz kerak. Sabablardan biri yaqqol ma'lum. Sizga ochiq aytaman. Shayboniyxon ham, deylik ularga ajdod bo'lgan Chingizxonning avlodlari ham yoki Xorazm shohlar ham bular bizning otalarimiz. Buni bo'lishimiz kerak emas. Deylik mayli Xorazmliklarning ustiga, Xorazmliklarning ustiga, Xorazm shohlar. Bular sulolaviy davlatlar edi. Bu yerda millat masalasi ketmagan. Shuning uchun Xorazmliklar Amir Temurdan yoki Chingizxondan nafrat qilish juda ham noto'g'ri. Biz bitta edik. To'g'ri, ba'zilari oldinroq islomni qabul qilgan, ba'zilari islomni qabul qilmagan turklar edi bular. Mana bu narsalarga yaqqonroq qarashimiz kerak. Qarashlarimiz to'g'rilab, bir-birimizni ichimizdan bo'lishlariga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Bu narsalarni ko'pchilik tushunib turganiga ishonchim komil. Mayli takror bo'lsa ham bilmaydiganlarga bir to'g'ri qarashlarga kelishlari uchun bizni birlashishimizga, bu mushohadalarni chetga surib siyosiylashishimizga balki bu turtki bo'ladi degan umiddaman. Sog' bo'linglar.